Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar, qo'chqor ishqibozlari. Xudo xolasa sizlarga dehqon xonadonidan 7 bosh chiroyligidan topib qo'yganman. Qo'chqorlarimizni xudo xolasa assortimentida dumbar azrizlari, quloqlari, yuzlariga e'tibor berib qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa dehqondan so'ragan aka-ukalarimizga, nasl ishqibozlariga, liniya ishqibozlariga Qirg'izistondan tushgan xudo xolasa qo'chqorlarimiz, shunaqangi kashtani ham bor, arashani ham bor. Xudo xolasa liniya qilib olaman degan aka-ukalarimizga, nasl qilib olaman degan aka-ukalarimizga ayni video bo'ladi. Azrizlarni, dumbalarni, oyoqlarini qarab qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Videolarimizni uzmasdan kuzatib turamiz, bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz. Xudo xolasa sizlarga video obzorlarimizni tayyorlab beramiz. Manzillarimiz Andijon viloyati, Andijon shahri, Klarasetkinda. Klarasetkinda hasida, hurmatli kuzatuvchilar. Hafta kuniga juma soat millarimiz xudo xolasa 16:00 tashkil qilyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Juma ayyomi barchaga xayrli o'tgan bo'lsin. Xudo xolasa videolarimiz kechki salqinga, kechki dasturlarimizga tayyorlanyapti, hurmatli kuzatuvchilar. Bittadan layklarni ayamay kuzatib turamiz, bosib turamiz. Xudo xolasa ma'lumotlarni sizlarga Jamoliddin akamning o'zi bilan berib boramiz. Jamoliddin aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Salomatmisiz? Obunachilarimiz nomida. Aka, qo'chqorlarni elita variantlardan yig'ib qo'yasiz, xudo xolasa aka. Qo'chqorlar Qirg'izniki, xudo xolasa. O'zimiz bahs etgan qo'ylar bular. Ichaligi uzarlik uchun sotyapmiz, xudo xolasa nasliga, rasa nasl bor qo'zlar, hammasi. 7 oylik, 8 oylik qo'zi. Gap. Tishlarini ham misol ko'rsatib, agar tish qiziq bo'lsa, tishlarini ham ko'rsatib beramiz qo'zlarni. Gap. Shu kashtanimizdan boshlab bir boshqatdan obzorlarni boshlab beraveraylik aka, bo'lmasa obunachilar xudo xolasa intizorlik bilan kutib turib garbanoslar. Qarang, bu jonivorlar. Yo, o'zi usha berib turing, bittada ko'rsatib berib turamiz. Nari chekida olani oldagini usha to'g'ri. Jamoliddin aka, xudo xolasa beda olasini sotmayman deyapsiz aka. Olasiga qiziqqanlar sotaveramiz olasini. Bular arzonroq bulardan ko'ra. Qiziqqanlar alohida chiqishaveradi aloqaga. Uni pulini aytib ketamizmi keyin? Keyin aytaveramiz aka. Aloqaga chiqqanda aytamiz. Aloqaga chiqqanda. Gap. Xudo xolasa bu yerda hurmatli kuzatuvchilar 7 bosh. 7 boshdan bunisidan boshlab ketamiz. Obzorlarni xudo xolasa bo'ylarini e'tibor berib qo'yamiz. Dumbar azizlar, oyoqlarni baquvvat xudo xolasa. Mana bu yog'i nasl olaman degan aka-ukalarimizga ham chiqadi. Tishlari mana. Tishlari xudo xolasa qo'zi, hurmatli kuzatuvchilar. Birkalari Qirg'iziston birkalari. Quloqlari 17 plyusda, xudo xolasa, hurmatli kuzatuvchilar. Gap yo'q. Ko'rdik, yosh oilalarni hurmatli kuzatuvchilar. Yuzlariga e'tibor beramiz. Tanasi ham xudo xolasa to'liq holatda, gap yo'q. Mana bu birinchisi bo'lyapti. Aha. Hurmatli kuzatuvchilar, ikkinchi qo'chqorimiz bo'lyapti. Bo'ylari 88 plyusda, xudo xolasa. Oyoqlari dumbar azizlarni yelkalariga e'tibor beramiz, xudo xolasa to'la. Quloqlari 18 plyusda, xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, bu ikkinchi qo'chqorimiz bo'lyapti. Oldi to'shlarni to'ldirganligini qarab qo'ying. Yuzlar tiniq. Tishlari mana qo'zi tishda, hurmatli kuzatuvchilar. Gap yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, kashtan qo'chqorimiz. Oyoqlari yelkalariga e'tibor beramiz, xudo xolasa. Dumbalari, yoppa dumba. Jon hisobiga, garbanoslarga e'tibor beramiz. Yosh oilaga qanaqa ekan uni aka, tishlarini ko'rsatib ketaylik. Mana qo'zi tishda, jon hisobiga. To'shlarini to'ldirganini qarang. Go'zal. Masini ushlasan ham bo'laveradi. Bir-biridan chiroyli. Qaysi biriga qaramay, xudo xolasa hammasi bir-biridan o'zgacha chiroyli. Xudo xolasa liniyaga juda aytar ekanda, Jamoliddin aka. Qiziqqan xohlasa agar bahmi haqiqiy baqaman deganlarga, qiziq urug' olaman deganlarga beramiz. Nasl ishqibozlariga xudo xolasa ayni video bo'lyapti. Endichi bu shohdorini ushing. Shuni ham ko'rsataylik. Hurmatli kuzatuvchilar, shohdor qo'chqonimiz bo'lyapti. Bo'yi o'lchab ketyapmiz. Bitta sizlarga xudo xolasa uzoqdan turib kuzatayotgan aka-ukalarimizga, distansionli onlayn oladigan aka-ukalarimizga xudo xolasa
o'lchab bo'ylarini birma-bir o'zimiz tekshirib ketyapmiz. Xudo xohlasa sizlarning oldinglar uyalib olmaslik uchun. Dumbar azizlariga, oyoqlariga e'tibor beramiz. Shohdor qo'chqorimiz. Yuzlariga e'tibor beramiz. Tiniq. Hurmatli kuzatuvchilar, bo'ylari 90 plyusda chiqyapti. Xudo xohlasa 90 ga olaverasizlar. Shto'ba mana tishlarini ham ko'rsatgan. O'zi hali hurmatli kuzatuvchilar. Bittadan like'larni bosib turamiz. Joning sog' bo'lgirdi. Xudo xohlasa keyingi seriyalarni obzorini boshlaymiz. Bunisiga ham e'tibor berib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar, oyoqlariga, dumbalar azizlariga, yelkalariga e'tibor berib qo'yamiz. Xudo xohlasa bilkasi 15-62. Mana ko'rib turganingizdek, yoshini ham ko'rsatib ketganlarga mana tishlari qo'zi tishda, jonivor. Darbonoslariga e'tibor berib qo'yamiz. Aka, bu yerda eng yoshi necha oylik bu qo'chqorlarimizni o'zi? Bular 7 oylik, 8 oylik qo'zlar hammasi. Gap yo'q. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qildik, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xohlasa hammasini birma-bir o'lchab chiqmadik-da. Eng bo'yi balandi-yu o'rtachasi, eng bo'yi pastini o'lchab qo'ydik. Xudo xohlasa buniki bo'yi 80 plyus degan mana. Dumbar azizlar, e'tibor beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bittadan like'larni bosib turamiz. Xudo xohlasa narxlari, telefon nomerlarini videolarimiz davomida qo'yib ketamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, iloji boricha ko'rsatib o'tishga harakat qildik. Qolgan ma'lumotlariga Xudo xolasa Jamoliddin aka, dastavkalarni nima qilamiz endi qo'chqorlarimizni? Dastavkalari Andijon shahariga, dastavkalari Bekarga. Gap yo'q. Andijon shaharidan tashqariga, rayonlardan telefon qilib qo'ygan yoki viloyatlardan telefon qilib qo'ygan aka-ukalarimizga kelishamiz narxini. Yo'lida qilib o'zimiz tashab bera olamiz aka. Dastavkalarni Xudo xolasa kelishamiz. Gap yo'q. Endi Jamoliddin aka bu yerda qo'chqorlarimizni narxida qolyapti savoli. Narxini necha puldan qilamiz aka? Bir joyga olganga nima deymiz? 12,5 milliondan deymiz bir joyga bo'lsa. Aha. Aka, endi shunday kelib turib, Jamoliddin aka, menga shoxdor qo'yiz yo'qdi yoki shu bo'lma arashaniz yo'qdi, kashtaniz yo'qdi deb aytgan ukalarimizga ular bilan qana kelishamiz aka? Bo'ldi, o'tib beramiz. Siz agar kanalingizdan keldim desa, albatta o'tib beraman. Oltin Chorvani kanali obunachilari bo'lsa, Xudo xolasa aka kelishtiramiz yana ham. Maqsad sotish. Maqsad Buni sotish. baland narx aytishmas, lekin qo'ylar zotga baqadigan qo'ylar. Gap yo'q. Aka, 12,5 million so'mdan demaylik. 12 million so'mdan bir joyga deganga aka-ukalarga bir joyga qilib beraylik qo'chqorlarni. Xudo xolasa olib borishsin, nasl qilishsin, birma-bir qo'chqorlarni qo'shib sizni bolalari tushgan paytda duo qilib qo'yishsiz aka. Bo'laveradimi? O'tib beramiz. Keling, 12 million so'mdan bir joyga olganga ketaveradimi? Alloh barakasi. Barakasini bersin. Gap yo'q. Akalar, aloqaga chiqamiz. Jamoliddin akamiz nomerlari ekranda turibdi. Lokatsiyalarini Xudo xolasa so'ragan aka-ukalarimizga tashab berilaveradi. Bitta yoki ikkitasini olib, aka, menga mana manzilga olib kelib bering degan aka-ukalarimizga Xudo xolasa dastavkalarni ham qilib berilaveradi. Eng asosiysi aytilgan narxlar muhim emas. Xudo xolasa aka qo'ylar Xudo xolasa naslli. Gap. Andijon shaharga bo'lsa, dastavkasi mutlaqo bepul Xudo xolasa. Gap. Xo'sh, aloqaga chiqamiz. Nasib qilaman degan aka-ukalarimiz ekranda raqamlar bilan bog'lanamiz. Aytilgan narxlar muhim emas. Eng asosiysi telefon qilib, bozorda ham aka aytilgan narxga sotilmaydi hech qachon. Siz telefon qiling, aloqaga chiqing, bog'laning, barakasini qiling. Xonadoningizda Xudo xolasa barchanikida shunaqangi qo'chqorlar, liniyali qo'chqorlar ko'paysin. Ololmasdan ulgurmay qolgan aka-ukalarimiz ham kommentariyalarda nasib qilsin, mashalloh deb yozib ketamiz. Like'larni bosib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'lib qo'yamiz. Xudo xolasa qolgan yetmagan ma'lumotlarga akamizning ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'lanamiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Bittadan chiroyli like'larni bosib qo'yish esdan chiqmasin.